Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining umumiy munozaralari yilda bir marotaba sentyabr-dekabr oralig'ida tashkil etiladi. Bosh Assambleyaning umumiy munozaralariga BMTga a'zo davlat rahbarlari yoki o'sha davlatning e'tiborli vakillari ishtirok etadi. Nutq so'zlamoqchi bo'lgan har bitta davlat vakiliga 15 daqiqalik reglament belgilangan. Reglamentdan oshib ketsa ham agar hech kim ularni to'xtatmaydi, toki o'zlari nutqlarini yakunlamaguncha. Nutq so'zlash tartibi 1955-yildan beri avval Braziliya, so'ng esa Amerika va qolgan davlatlar tartib asosida davom ettiradi. Bosh Assambleyaning umumiy munozaralar tarixida eng ko'p nutq so'zlagan shaxs Kubaning sobiq rahbari Fidel Castro 1960-yilda 4,5 soat davomida nutq so'zlagan. Keyingi o'rinda esa Liviyaning sobiq rahbari Muammar Qazzofi 2009-yilda 1,5 soat davomida nutq so'zlagan. Har bitta davlat vakilining nutqlari yozib olinadi va BMTning arxivida saqlanadi.